Diqqat, tezkor xabar. O'zbekistonda Ramazon hayiti kuni aniq bo'ldi. Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Kirib kelayotgan Ramazon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor xabar. O'zbekistonda Ramazon hayiti 20-mart sanasiga to'g'ri kelmoqda. Ta'kidlab o'tish joizki, 19-fevraldan Ramazon kuni aniq bo'lgan edi. Bu yil Ramazon kuni 29 kun davom etadigan bo'ldi. Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Saudiya Arabiston respublikalarida 20-mart sanasida Ramazon hayiti e'lon qilingan edi. O'zbekistonda ham 20-mart sanasi deb rasman e'lon qildi. Kun.uz sahifasida. Aziz dindoshlar, videoyimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor xabarlarni shu kanalimizda e'lon qilib boramiz. Xayr, salomat.